Azali gulimni qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lyapti. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Buni men olganimda skidka paytida olganman. Gulini ko'rmay, bilmay olganman. Lekin shunaqa chiroyli ekan, juda ham yoqdi. Gulini tuzilishini qaranglar, qanaqa chiroyli. Ranglarini qaranglar. Juda ham chiroyli ranglari. Hammasi ochiladi, xudo xohlasa. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli. Azaliya gullarim kisli, ya'ni nordon turpogiga kelgan. Buni men пересадка qilmaganman olganimdan keyin, lekin xudo xohlasa o'sha gullar bo'lganidan keyin tugini o'zgartiraman. Lekin qish bo'yi hech ham uyga olmadim. Birikkani -10 gradus bo'lganida boshida o'shanda uyga olib kirdim, lekin bu yog'iga -10 bo'lmaganiga полностью ko'chada turaverdi. O'sha reshotkamda primoy quyosh tushmaydi. Bunaqa to'sib qo'yganman. O'shani yorug'iga, kunni yorug'iga mana shunaqa chiroyli bo'lib o'syapti. Salqin havoda turgancha unaqa ko'p chanqayvermadi. Shuning uchun men uni ko'p suv quyvormadim unga. Mana hozir endi bahor kelishi bilan, kunlashishi bilan o'sha butonlari, o'zi butonlarni bular yozda o'stirishni boshlaydi o'zi butonlarini, lekin ochmaydi. O'sha qish o'tadi, qishdan keyin bahorda sekin o'sha yozda qilgan butonlarini ochadi. Bularni kuzatish ham bir juda ham qiziq. Ayniqsa shu parvarish qilganingizda shu uy sharoitida gullagan bo'lsa, undan ham zo'r. Bu ham bitta yutug'im hisoblayman, yutug'im deb o'ylayman. Chunki ko'p azaliya olardim. Mana 2 yildan beri yaxshi boqib kelyapman. O'tgan yili ham qizil oqlari bor edi. Ularni gullashi bilan hamma so'rab yurganiga sotib yubordim. Ularni ham skidkaga olgan edim. Mana buni ham skidkaga olganman. Yo'qsa shu turishi juda ham qimmat turadi. Men buni 80 mingga olganman. Skidka paytida, lekin 80 minglik Vidmas'da buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Hozir bu shu turishi bordir 500 ming, 600 ming agar polniy hammasi gullasa-da. Juda ham chiroyli. Bularni tomosha qilib, narsani qilib, bugun shu tarafimni tozaladim. Shunaqa chiroyli qilib suvga qo'yib, ustini yuvib, chaylaridan ketkizib tozaladim sotlarimni. Bu yoqda olivkam.